Hammaga salom. Meni ismim Shohruh. Nova platformasida erkaklar uchun fitness darslarini yozib boryapmiz. Darslarimiz 8 ga bo'lingan. Bu darslarda nima o'rganasizlar? Mashqlarni to'g'ri qilish, ketma-ketligi, yog'larni qanaqa tez eritish, ozg'inlik uchun qanaqa muskullarni katta qilib olish. Bugun birinchi darsimizda kardio. Bu kardio bizada begovoy дорожка, ellips va velodoroshka 3 ga bo'linadi. Uchalovini bitta-bitta ketma-ketlikda ko'rsatib ketaman. Bo'lmasa boshladik. Birinchi mashqimiz begovoy дорожка bo'ladi. Menimcha bu hamma zalda bo'lsa kerak. Birinchi vazifasi bu razminka qizib olish uchun, ikkinchisi yog' eritish uchun, uchinchisi velosipedni ko'tarish uchun. Дорожкаga chiqib olamiz. Ekranni bosib yoqib olamiz. Periodda bosdik. Sekin yoqilishni boshlaydi. Asosiy bizda ishlaydigan joy bu yoq va bu yoq. Bu yerda biz qancha yurganimizni, qancha kaloriya ketkazganimizni va qancha yurganimiz ko'rsatiladi. Xo'p, razminka qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, masalan 5 ga qo'ydik. Naklon 1 ga. Mana bu yerda vaqtimiz 5 minut, 10 minut atrofida yuramiz. Bu bizga yetarli. Agar yog' eritmoqchi bo'ladigan bo'lsak, skorosti 5,5 dan oshirmaymiz. Bu yerda naklonni nabarot balandroq qilamiz. Например, 10 ga ko'tardik. Bu degani trenajyorning oldi qismi ko'tariladi. Siz tog'ga chiqayotgandek bo'lasiz. O'shani hisobiga sizga nagruska ko'proq tushadi. Yogingiz ko'proq eriydi. Samasaba kaloriya ko'proq ketadi. Bu yerda nima qilishimizni tushunib oldik. Endi amalda ko'rsatib beraman. Razminka, qizib olish. Bu yerga chiqdik. Skorost 5 ga qo'ydik. Naklon 1 yetadi. 5 minut, 10 minut atrofida yuramiz. O'rta tempda bu trenovadan oldin qizib olish va обязательно har trenovkada qizib olish shart. Xo'p, qizib olishni tushundik. Endi yog' eritishga. Vesingiz 100 kilo, 90 kilo atrofida дорожкаga chiqdik. Skorosti 5 ga qo'ydik. Naklonni 7 ga qo'ydik. Sekin hozir naklon ko'tarishni boshlaydi. Дорожкаning oldi qismi. Tog'ga chiqayotgandek bo'lamiz. Shu tempda 1 soat yuramiz. Sekin oldi ko'tarilyapti. Mana shu holatda to'xtamasdan 1 soat yursak, natija zo'r bo'ladi. Kaloriya ko'p ketadi. Yog'lar erishishni boshlaydi. O'zingizni yengilroq his qilishni boshlaysiz. Mana oldiga ko'tarilib oldi. Bir soatdan keyin sekin to'xtatsak bo'ladi. Ellips mashqi bo'ladi. Biz bu yerda qizib olish uchun, yog'larni eritish uchun va chidamlilikni oshirish uchun ishlaymiz. Ellipsga chiqib olamiz. Ekranni bosamiz. O'tan period tugmasini bosib, yonishini kutamiz. Yonganidan keyin o'zimizni fizik formamizga qarab balandroq yoki pastroq qo'yamiz. Shu bilan bu yerda vaqtini, ketayotgan kaloriyasi va qancha yurganingizni ko'rsatib turadi. Ellipsda 3 xil mashq qilsak bo'ladi. Bu razminka, yog' eritsak bo'ladi va quvvat ko'tartirsak bo'ladi. Razminkaga nima qilamiz? 5 minut, 10 minut atrofida o'rtancha tempda yuramiz. Shuni o'zi yetadi. Bu qizib olish uchun, prosta qizib olish uchun. Xo'p, undan keyin yog' eritishga. Masalan, 100 kilo besim bor. Yog'imni eritmoqchiman. O'zimni yaxshi his qilmoqchiman. Chiqib oldik. O'zimizga to'g'ri turib olgan holatda mana yonidagi rukayotganlarni ushlaymiz. Butun tanani ishlatib, bu yerda kamida 40 minut, 1 soat, 1,5 soat yursangiz ham bo'ladi. Bu yerda, например, kolenaga og'irlik tushmaydi. Chunki bu yerda dinamikni yuryapsiz. O'shani hisobiga yog' erish yaxshi bo'ladi. Uchinchisi quvvat uchun. Go'dan ozgina oldinga turib oldik. Oyoq bilan
tezlashishni boshlaymiz. Bu yerda muscle ko'payadi, quvvat ko'payadi. И само собой упражнениyalarni ham qilish osonroq bo'lishni boshlaydi. Keyingi mashqimiz velotrенажерda qilamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3 ta funksiyasi bor. Qizib olish uchun, yog' eritish uchun va nusuvni ko'paytirish uchun. Xo'p, o'tirib olamiz. Oyoqlarni ichkariga tiqib oldik. И o'tirib olganda o'ziga moslab buni to'g'rilab olasiz. Ikkala tomonni yoqamiz. И sekin aylantirishni boshlaymiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3 ta funksiyasi bor. Qizib olish uchun 5 minut 10 minut yuramiz. Trenovkani boshlasak bo'ladi. Ikkinchisi yog' eritish uchun. Bu yerda qarang, masalan 100 kilo, 100 kilodan vesangiz og'ir. Grijez bor. O'sha paytda sizda velotrенажер eng zo'r tanlov bo'ladi. Chunki bu yerda o'tirgan holatingizda belingizga hech qanaqa og'riq tushmaydi. O'shani hisobiga, oyoq ishlagani hisobiga, bu yerda ham qiziysiz, ham yog' tezroq erishishni boshlaydi. Sizga o'ziga ham qulay bo'ladi. Xo'p, quvvat oshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu yerda напряжение sal balandroq olamiz. Oyoqni tezlashtirib harakat qilishni boshlaymiz. Go'da oldinga tashlab olganmiz. To'xtamasdan oyoqlar charchaydi, lekin ozgina to'xtamasdan harakat qilishni boshlaymiz. Bu yerda buni seviyasini oshirib olamiz. Harakatlar ham tezlashishni boshlaydi. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.